Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, bizlar kuzatib borayotganlar. Bugungi obzorimizda Do'rmonda joylashgan 2 sotuv yer uchastkasiga ega bo'lgan uy-joy. Binoning umumiy kvadraturasi 250 kvadrat, xonalarning soni 6 ta. Ko'cha tarafdan darvozagacha bo'lgan masofada bitta mashina sig'adiganlik joy ajratilgan. Hovliga kirish uchun alohida avtomat darvoza va alohida eshik o'rnatilgan. Hovliga kirganimizda yana bitta mashina sig'adiganlik joy ajratilgan. Hovlining o'rtasida zeleniy zona uchun joylari bor. Va eshik orqali hovliga kirganimizda yana ozgina joy qoldirilgan. Bu joyga bemalol tapchan yoki bo'lmasam stol o'rnatib qo'ysanglar bo'ladi. Endi uy ichiga kiramiz, xonalar planirovkasi va remontlar bilan tanishib chiqamiz. Uyga kirganimizda hol qismi bor. To'g'rida zal joylashgan, chap tarafda oshxona, uni oldida birinchi qavat uchun umumiy sanuzel va mehmonlar uchun ajratilgan yotoqxona. Birinchi qavatda ikkita xona bor va ikkinchi qavatda yana 4 ta xona joylashgan. Oshxonaga kirib kelganimizda katta oyna romli o'rnatilgan, kuxonning garnituri yasatilgan va texnikalar bilan jihozlangan. Patologga balandligi 3,5 metrni tashkil qiladi. Kuxli stoloy bo'lyapti. Demak, hol orqali zalga o'tiladi. Zalning razmeri uzunasiga 6 metr va eniga 4 metr. Qo'shni devordan 1,5 metr tashlab imorat ko'tarilgan kichikroq orqa hovlisi bor. Orqa hovlida kotelning joylashgan. 2 qavatli imorat bo'lgani uchun ko'pchilik podvol qismida joylashtiradi. 2 qavatli imorat bo'lganiga mana shu joyga kotelning joylashtirilgan. Duxkonturli kotel, oldida suv uchun boiler, stabilizator va avtomatikalari alohida yig'ilgan. Demak, oldiga 4 razmerda zal. Zaldan chiqib o'ngga yuradigan bo'lsak, zinan tagida kladovka uchun joy qoldirilgan. Birinchi qavat uchun umumiy sanuzelning ko'rinishi va uni oldida mehmonlar uchun ajratilgan yotoqxona joylashgan. Bu yotoqxonaning razmeri uzunasiga 5 metr va eniga 3,5 metr. Demak, birinchi qavatda hol oshxona, zal, mehmonlar uchun ajratilgan yotoqxona va bitta sanuzel bo'ldi. Endi ikkinchi qavatga ko'tarilamiz. Ikkinchi qavatda 4 ta xona joylashgan va 2 ta sanuzel bor. 2 ta sanuzeldan bittasi ota-onalar uchun ajratilgan yotoqxonani ichida. Ikkinchi qavatga ko'tarilganimizda to'g'rida ota-onalar uchun ajratilgan yotoqxona. O'ng tarafimizda 6 ga 4 razmerda yana bitta xona bor. Bu xonani ikkinchi qavat uchun zal sifatida foydalansanglar ham bo'ladi. Har bitta qavat uchun alohida elektr eshiklar yig'ilgan, bir-biriga nagruzka tushmaydi. Ota-onalar uchun ajratilgan yotoqxonaning ichiga kirib keldik. Bu xonada balkon qismiga chiqsa bo'ladi. Shu xonaga tegishli bo'lgan sanuzelning ko'rinishi. Ikkinchi qavatda joylashgan umumiy yuvinish xonasi bo'lyapti. Bola uchun ajratilgan yotoqxona, razmeri 5 ga 3,5. Va hozirgi ko'rsatgan xonamizning ro'parasida bola uchun ajratilgan ikkinchi yotoqxona. Demak, ikkinchi qavatda 4 ta xona va 2 ta sanuzel. Demak, bu ko'rsatgan uyimizda Do'rmonda joylashgan 2 sotuv yer uchastkasiga ega bo'lgan uy-joy. Binoning umumiy kvadraturasi 250 kvadrat. Xonalarning soni 6 ta bo'ldi. Havosi toza joydan uy olmoqchi bo'lganligi ixchamgina kompaktniy variant, yaxshi mustahkam qurilgan. Narxini opisiyaga yozib qo'yamiz. Bu joyga qiziqadiganlar 99 856 70 80 raqamiga bemalol murojaat qilishingiz mumkin.